هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم aziz muhtaram musulmon qarindoshlarimiz. Men bugun har bir qaysingizlarga ishni o'zimizdan boshlaylik nomli darsimizning davomi sifatida axloq to'g'risida qisqacha tushunchalarni berib o'tmoqchiman. Biz bir narsani nihoyat aniq, ro'shan bilib olishimiz kerakki, axloq mayli Qur'oni Karimda bo'lsin, mayli hadis-i rasulda bo'lsin, nihoyat zo'r ahamiyat berilgan. Qur'oni Karimning ko'plagan oyatlarida Payg'ambarimiz Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zining ko'plagan muborak hadislarida axloq to'g'risida tafsiliy to'xtalgan, intayin muhim, ahamiyatli bo'lgan bir xalqiliq masala. Amaliyotda axloq to'g'risida qisqacha tushuncha beradigan bo'lsak, axloq bir insonning ichki tabiati, mijoz va xarakteri, insonning ichki dunyosining, insonning ichki tabiatining, shu insonning tashqi harakat, tashqi mashg'ulotlar bilan ifodalanishi, mana bu axloq. Amaliyotda ulug' payg'ambarimiz Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zining innama bu'istu liutammima makarimal axloq, men eng go'zal axloqni mukammallashtirish uchun payg'ambar qilib avatildim degan mana bu muborak hadisi orqali o'zining payg'ambar bo'lib avatilishidagi tub nishon ve özünün davet ve çağırtının ruşen programmasını bu hadise de oturup koygan. Bunun da şunu kırvelişki bulutken ki, imanın birden bir neticesi boğan, insanın taşkı görünüşlerde ifadelendiğin ibadetler, ahlaki görünüşler, bu del şu insanın özüne düşünüksüz bir gaybi şeylerge çataladığan ve o bir ehmiyetsiz faaliyet ve manisiz hareketten ibaret emez. Kur'an-ı Kerim arkalı verilgen her bir buyruk ve buyrukның ah görünüşü de mana bu insanını oңşaş, insanını ıslah kılış, insanның kişiliğini oңşaş ve insanı insandek yaşaştın ibaret boğan mana bu bir noktaga yeteklepmemiş asası nişan kılıngan. Biz şunu tushuntirib o'tamiz ki, İslam dinidagi axloq mana bu insonlarni isloh qilishdiki, insonni haqiqiy insoniylik maqomiga ko'tarishdiki tubki asos. Masalan, bu axloqning islomdagi ahamiyatiga qaraydigan bo'lsak, bu axloq shu insoniyat dunyosining, şu cümleden insaniyet dünyasındaki her kandak bir kavim milletinin ıslahatı ve terakkiyatının asası. Kandak bir millet terakki kılmakçı olsa, kandak bir millet yükselmekçi olsa, kandak bir millet zavallık ve harlıktan kurtulmakçı olsa, özünü ıslah kılış gerek. Özünün kişiliğini ıslah kılış gerek. Özünün ademiliğini ıslah kılış gerek. Özünün musulmonligini ıslah qilish kerak. Shuning uchun ulug' Rabbimiz Allah subhanahu va taala va taqaddas Qur'on-i Karimda innalloha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim
Har qandaq bir qavm o'zini o'zgartmay turib, Allah o qavmning ahvolini hech o'zgartib qo'ymaydi. Har qandaq bir qavm o'zining kishiligini o'zgartmay turib, o'zining holini o'zgartmay turib, o'zining idisini, fikrini, axloqini, yo'nalishini va o'zining haqiqiy odamiylik, insoniyligini o'zgartmay turib, Allah subhanahu va taala va taqaddas mana bu qavmning holini ham o'zgartmaydi. Dunyoda nurg'un kishilar borki, o'zi duch kelgan xorliqlar, o'zi duch kelgan balay ofat, talofatlar ustidan qaqshash va zararlanishlarni biladigan, ammo buning chiqish yo'li ustida izlanmaydigan. Kasalliklar ustidan zararlanadigan, buni qamchilaydigan, ayblab so'kadigan, ammo bu kasalliklarni davolash va bu kasalliklarning oldini olish tadbirlari ustida izlanmaydigan. Millat ichidagi ayib nuqsonlarni qizib, uni hamma xalq olamga yoyadigan va yeyishni biladigan, ammo buni tuzash uchun tuzash yo'llari ustida yangi programmalarni tuzish, planlarni tuzish va qadamlarni bosishdan yiroq qolgan. Biz bugun taraqqiy qilaylik deydiganmiz. Bugun isloh bo'laylik deydiganmiz. Biz o'zimizning kishiligini o'xshash kerak. Biz o'zimizni o'zgartmay turib, o'zimizning kishiligini o'zgartmay turib, o'zimizning axloqini o'zgartmay turib, biz taraqqiy qilishimiz, yuksalishimiz, xorliqlardan qutulishimiz, duch kelgan zavollikdan qutulib qolishimiz mumkin bo'lmaydigan bir haqiqat. Allah Taala 1400 yil burun yuqorqi oyat orqali dunyoga bir haqiqatni jakolab qo'ydi. Har qandaq bir qavm o'zini o'zgartmay turib, Allah o qavmning ahvolatini o'zgartib qo'ymaydi. Biz o'zimizni o'zgartishimiz kerak. O'zimizni isloh qilishimiz kerak. O'zimizning kishiligini o'xshashimiz kerak. O'zimizning axloqini o'zgartishimiz kerak. Agar diniy olim bo'lsak, diniy olimga xos bo'lgan axloq, diniy olimlarga xos bo'lgan taqvolik, diniy olimlarga xos bo'lgan kishilik, diniy olimlarga xos bo'lgan tabiatni yetildirishimiz kerak. Payg'ambarimiz Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zining izbosarlariga qanday talablarni qo'ygan bo'lsa, Payg'ambar alayhissalatu vasallam va bu kishining axloqi qanday bo'lgan bo'lsa, Payg'ambar alayhissalatu vasallam o'zining atrofidagilarga qanday muomala qilgan bo'lsa, qanday muomalalarda bo'lgan bo'lsa, bugun payg'ambarning izbosari deyilayotgan kishilar ham shu axloqqa ega bo'lish kerak. Shu tabiatga ega bo'lish kerak. Shu yo'lni tutish kerak. Bugun jamiyatda butun xalqi olam ichida kasalliklar ustida qaqshash, kasalliklar ustida bir narsalarni yezish mavjud bo'lgan bilan shu kasalliklarni birinchi bo'lib o'zidan tekshirib, o'zidan bir bayqab, o'zini o'zi bir hisob kitob qilib, o'zini o'ngshash, o'zining axloqini o'ngshash, o'zining kishiligini o'ngshash uchun tirishadigan bu xil holatlar asosan kim bo'ladi? Nurg'un kishilar xuddi sotchidek boshqalarni sotlay oladigan, sotchidek boshqalarni sotlay oladigan, advokatdek o'zini oqlay oladigan, ammo tuvandikilarni jinoyatchidek ularga muomala qilib, qo'lni shiltib, baqirib jaqlay oladigan, afsuski men ayiblayotgan, men o'tirib qo'yayotgan bu illatlar, men so'kayotgan bu nuqsonlar menda bormi yo'qmi? Mening kishiligim qanchalik? Mening axloqim qanchalik? Mana bu masalalar ustida har bir musulmon, har bir shaxs albatta atrofli o'ylanish kerak. Shuning uchun biz o'zimizning kishiligini o'ngshig'ay va o'zimizning haqiqiy axloqimizni,
o'ngshash orqali inshaalloh islohotni qo'lga keltira olamiz va islohot qadamlarida ma'lum qutuq, ma'lum natijalarni qo'lga keltirishga muvaffaq bo'la olamiz. Endi biz mushu axloq masalasini islomdagi o'rniga bir qarab boqadigan bo'lsak, axloq masalasi to'g'risida islom qanday e'tiborlini berganligi. Alloh taolo axloq aloqador buyruqlarda qanday buyruqlarni berdi? Payg'ambar alayhissalatu vassallam o'zining muborak hadislarida axloq aloqador nimalarni dedi? Bu nuqtalarga qaraydigan bo'lsak, konkret bir şekilde birinci nokta, hatta Peygamber aleyhissalatu vesselam ahlakını, dinni ahlak, güzel ahlak deb bayan qilganligiga uruşan hadis var. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның özüdün rivayet kılınan bir merfu hadiste şunda bir hakikat oturup koyuldu. Ca'a raculun ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kişi Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның yanına geldi. Bu kişi Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның yanına gelip sordu ki ya Resulallah din diyen neymi o dedi. Meddi o dedi. Peygamber aleyhissalam buna cevap verip Ad-dinu husnul huluk dedi. Din en güzel ahlaktır dedi. Peygamber aleyhissalam mana bu hadisinin özüde dinnin en güzel ahlak ikenligiga işaret kılıp ötdi. Gerçi bu hadis merfu bolsunmu, ama hadiste şu narsa çıkıp turadi. Dinnin güzel bir ahlak bilan yo'g'rilgan ekanligini, dinning güzel bir ahlak ekanligini Peygamber aleyhissalatu vesselam o'zining bu hadisida sizlar bizga ro'shan ifoda qilib bayon qilib turibdi. Hatta Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның mana bu islomda ahlakning o'rin to'g'risida bayon qilgan yana bir hadisida Athqalu ma yuza'u yawmul qiyamah fil mizan taqvallah ve husnul xuluq. Kıyamet günüse tarazıda en ihil tuyulduğun, yani kuyulduğun nesinin en ihirrakı, tarazıda en ihir kilduğun nese takvalık ve güzel ahlak de Peygamber aleyhisselam bayan qildi. Hatta yana bir hadiste ekseru ma yudkhilun nasel cennete takvallah ve husnul xuluq. Kişilerini cennetke kirgizitgan narsaning en ko'prog'i taqvolik ve güzel ahlak degan gibi hem işaret qilgan. Mana bu hadisde bizga nimani ishoralar o'tadi, nimani bayon qilib o'tadi desa, mana bu güzel ahlakning islomdagi o'rnini, güzel ahlakning islomda ne kadar muhim ahamiyatga ega ekanligini, her qandaq bir Müslüman güzel ahlakı ega bo'lgandilar. Ahlakı en yaxshi bo'lgan Müslümanның kıyamet günüsü tarazıda onun amellerinin ihir kildiganligiga, bu kişini cennetke kirgizishga sebep bo'ladigan amillarning ichida mana bu güzel ahlakning ne kadar muhim o'rinda turadiganligini Peygamberimiz Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünün bu mübarek hadisinde konkret oturup koydu. Qarab bakaydı. Hatta ki Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның Ebu Hureyre radiyallahu anhu'dan rivayet kılınan yana bir hadisi var. Peygamber aleyhissalam bu hadisede ekmelul mu'minine imanen ve ahsanuhum hulukan. İmanı en kamil mümin, ahlakı en güzel bo'lganlari degan ishorat qilgan.
Bu nimalarni uqtiryapti? Bu nimalarni ishoralayapti? Mana bu axloqning naqadar muhimligini, axloqning naqadar muhim ahamiyatga ega ekanligini mana bu hadisli sili bizga shundoq ro'shan konkret o'tirib qo'yadi. Rabbimiz Allah subhanahu va taolo va taqaddas Hazreti Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'zining muborak so'zi sifatlagan vaqtida innaka la ala xuluqin azim, siz Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi vasallam büyük axloqqa egasiz dedi. Siz büyük bir axloqqa ega kishisiz. Hatta anamizning o'zidan Ummahatul Mu'minin bo'lgan anamizdan Payg'ambar alayhissalatu vassalamning axloqidan so'ralgan vaqtida Payg'ambar alayhissalatu vassalamning axloqini sharhlab kana xulquhul Qur'on. Payg'ambar alayhissalomning axloqi Qur'onti degan ishoratni ham berdi. Bu nimalarni tushuntiryapti? Payg'ambar alayhissalom Qur'on buyurganni ijro qilib, Qur'on cheklagandan keskin qo'l uzib yiroq turib, aladdavom Allah rozi bo'lganga rozi bo'lib, Allah norozi bo'lganga norozi bo'lib, o'zining har bir hayotida atrofidagilarga ulgu va namunalarni tiklab dunyoda ketdi. Hatta Payg'ambar alayhissalatu vassalam mana bu axloqni biz yuqorida sharhlagan hadislarda nima o'rinda qo'yapti? Payg'ambar alayhissalomning yana shunday bir hadisi bor. İza khataba ilaykum man tazawwaja dinahu wa xulqahu tazawwijuhu. Sizlarning tarafingizga, sizlarning qiz balovoqlaringizga, uning diniga va axloqiga sizlar rozi bo'ladigan bir kishi xarida bo'lib kelsa, qizingizni shunga yotliq qiling. Agar unda qilmasanglar, yer sharida buzuqchilik va katta fitnalar o'tirib chiqadi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam mana bu hadisning o'zidimi iymon bilan axloqni bir yerga keltirdi. Man tardawna dinahu va xulqahu. Uning diniga va axloqiga sizlar rozi bo'linglar. Anda bu axloq zodi nima? Axloq insonning ma'naviy dunyosida mavjud bo'lgan, insonning tabiatida mavjud bo'lgan, insonning psixikasida mavjud bo'lgan. Mana bu narsalarning insonning tashqi harakatida, tashqi mashg'ulotlarida ifodalanishi mana bu axloqning gavdalik ifodasidir. Aziz birodarlarimiz, shu sababdan biz o'zimizning kishiligini o'ngishimiz kerak. O'zimizning axloqini o'ngishimiz kerak. O'zimizning axloqini o'ngshab, o'zimizning axloqini tozab, bir musulmonga xos bo'lgan axloqni, bir musulmonga xos bo'lgan kishilikni yetildirishimiz kerak. Ana shunda bo'lgan vaqtimizda inshaalloh biz islohot qadamiga taxmo biz fikrlab kirgan va islohot nuqtalarida taxmo cho'nqurlab qadam bosgan kishilardan bo'lashqa albatta muvaffaq bo'la olamiz. Inshaalloh keyingi darslarimizda go'zal bo'lgan axloqning Qur'oni Karim va hadis Rasulda ifodalanishlari to'g'risida biz davomli to'xtalib o'tamiz. Allah subhanahu va taolo har bir qaysimizlarni bu darsimizni atrofliq tinglab, buningdan bir unumli manfaatlangani nasib qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.